Ey ana, mana bugun sizlardan to'liq yiroq bir qishloqlarda hayot mamatliq oxirgi so'zlarimni aytib o'ltiribdiman. Mening shuncha mushaqqatlarga bardoshlik berib, sizlarni tashlab hijrat qilishimning birdan bir sababi Alloh subhanahu va taoloning dinini oliy qilishdir. Jinim ana, Rabbimiz Alloh taologa vafo qilish uchun sizga bevafo bo'ldim. Kundalik namozlarimizda tilovat qilinayotgan Qur'onning sharifini qo'g'dash uchun qo'limga Qur'on oldim. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hurmatini qo'g'dash uchun jangga tayyor bo'ldim. Ana, pat arada inshaalloh Rabbimga muloqot bo'lishim mumkin. İnşallah qabul bo'lgan shahodat bilan jannatlarda ko'rishgaymiz. Ey ana, ey mujohid onajonlar, bugungi kunda sizlar hargiz yolg'iz emaslar. Nurg'un onalar sizlarga o'xshash farzandlarni Alloh yo'liga atab duoda o'ltiribdi. Hargiz qayg'urmanglar. Bu ayrilish haqiqiy ayrilish emas. Haqiqiy ayrilish bo'lsa, jannat bilan jahannam o'rtasidagi ayrilishdir. Sizlarga o'g'il bo'lib yarilibdik. Albatta, haqiqiy erkakdek yashash uchun shirik kufrni yer bilan yakson qilib, musulmon onalarimizning qadr-qimmatini himoya qilish uchun biz shu yo'lni tanlaganmiz. Mush fursatdan foydalanib, o'g'il qizlarni Alloh uchun atagan hijratni, jihad maydonidagi izzatni ixtiyor qilgan har bir mujohid va mujohida qarindoshlarimizning analardan rozilik so'rayman. Rozi bo'l ana. Birov esa 100 yil yashasan to'shqondek, deydim afzal bir kun yashashdir yo'lbozdek. Birov esa 100 yil yashasan to'shqondek, deydim afzal bir kun yashashdir yo'lbozdek. Tushan ana o'g'ling amdi bir mujohid, bo'lsin menda oliy himmat va shijoat. Tushan ana o'g'ling amdi bir mujohid, bo'lsin menda oliy himmat va shijoat. Kezib tog'lar ko'rpam bo'lsin shu toshlarda, hayot bo'lsam o'ssin umrim bu jihatda. Kezib tog'lar ko'rpam bo'lsin shu toshlarda, hayot bo'lsam o'ssin umrim bu jihatda. Duo qilgin namozingda sen Allohga, Mus'ab kabi shahid bo'layman jangda. Duo qilgin namozingda sen Allohga, Mus'ab kabi shahid bo'layman jangda. Bir kunlarda birsi tushkun pas ovozda, o'g'lim o'ldi desa onagar navoda. Bir kunlarda birsi tushkun pas ovozda, o'g'lim o'ldi desa onagar navoda. Ana o'g'lim hayot xushaldir jannatda, shahid o'lmas bo'lmas mu'min hech gumonda. Ana o'g'lim hayot xushaldir jannatda, shahid o'lmas bo'lmas mu'min hech gumonda. Bir kunlarda birsi tushkun pas ovozda, o'g'lim o'ldi desa onagar navoda. Bir kunlarda birsi tushkun pas ovozda, o'g'lim o'ldi desa onagar navoda. Ana o'g'lim hayot xushaldir jannatda, shahid o'lmas bo'lmas mu'min hech gumonda. Ana o'g'lim hayot xushaldir jannatda, shahid o'lmas bo'lmas mu'min hech gumonda. Allahu akbar, Allahu akbar. Qilsa tana so'zlarida o'g'limga, ketdi tashlab onisini cho'q piroqqa. Qilsa tana so'zlarida o'g'limga, ketdi tashlab onisini cho'q piroqqa. Tegin yurak param Allohning yo'lida, tuman ana duo qilarlar yo'liga. Tegin yurak param Allohning yo'lida, tuman ana duo qilarlar yo'liga. Tegin yurak param Allohning yo'lida, tuman ana duo qilarlar yo'liga.
Degen yürek varım Allah'ның yolida. Tümen ana dua kılarlar yoliga. Tümen ana dua kılarlar yoliga. Tümen ana dua kılarlar yoliga.